Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Navbatdagi obyektimizni topshirdik va Andijon shahridagi Karnikamni ro'parasidagi Novostroyka domlar bo'ldi. Ushbu oshxona mebelimizni uzunligi 5 metr joyi joylashdi. High-tech fasonda, polniy akrelda, bonuslari qaranglar, smart moyka, yangi sushulka, musor chelagi, mana bemalol foydalansa bo'ladi va qoshiq paddonlari ichida bo'ldi. Dastlabki ustunokalari polniy dori sirti berildi. Ushbu oshxona mebelimizni mana umumiy kategoriya borlariga yechimi yaxshi bo'ldi. Mana bemalol joylashtirilgani sana foydalansa bo'ladi. Stoy qolib ketmaydi yoki azmanki bo'lib qolib ketmaydi. Va agar kimga qiziq bo'lsa, shu aynali ko'rib chiroyli narsa terib qo'ygani kimgadir yoqadi shu. Svetlar yonib turadi. Svetlari sensorlar yonadi. Ushbu oshxona mebelimizni bir pogona metr 3,4 mingdan chiqadi. Obuna bo'l, like bosganlarga o'tib beramiz. Endi arzonroq varianti ham bor, u laminatdan chiqadi. Yo'qolmasam akrilik laminatni aralashtirishadi va mexanizmni arzondan qo'yadi. Stalish installasiya germanskiy 4 dan qo'yilgan. Shularning hisobini olib, xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yasab tayyorlab ustunga qilib beramiz.